Xayrli kun dasturi davom etadi azizlar. Yaqinlashib kelayotgan 8-dekabr sanasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi qabul qilingan kun bilan barchangizni qutlab qolamiz. Ushbu muhim sanaga bag'ishlangan ko'rsatuvimizni aynan 8-dekabr kuni tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Biz esa Xayrli kun dasturida aynan bosh qomusimizga bag'ishlangan suhbatlarimizni ham birma-bir e'tiboringizga taqdim etishni boshlaganmiz. Asosiy qonunimiz haqida so'z borar ekan, turli huquqlarimiz haqida o'z-o'zidan fikr yuritamiz va bu huquqlarimizning bir qismi shubhasiz iste'molchilik huquqidir. Bugun ko'rsatuvimizda ana shu mavzuga siz bilan birga atroflicha nazar tashlashga harakat qilamiz va albatta ko'rsatuvda yolg'iz emasman. Farg'ona shahar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati raisi Nodirbek Toshkanov bugun Xayrli kun dasturining aziz mehmoni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Nodir aka. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Yaqinlashib kelayotgan bayram muborak bo'lsin. Mana shunday chiroyli bayram arafasida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Albatta, men ham g'oyat xursandman. Shu fursatdan foydalanib, vatandoshlarimizni men ham Konstitutsiya bayrami bilan chin qalb bilan tabriklayman. Tashakkur. Nodir aka, bugun mana iste'molchilik huquqi ana shu shaxsiy huquq va erkinliklarimizni bir qismi desak bo'ladi. Qolaversa, hayotimizda turli madaniyatlar bor. Tibbiy madaniyat, ekologik, huquqiy, mana yaqindagina kirib keldi hayotimizga kiber madaniyat va iste'molchilik madaniyati ham bor. Keling so'zimizni shundan boshlasak. O'zi bu madaniyat biz uchun nimaga kerak? Iste'molchilik madaniyati va huquqi. Albatta, iste'mol sohasi juda keng qamrovlik xususiyatga ega bo'lib, har bir inson kunlik ehtiyojlarini qondirish maqsadida oziq-ovqat va nooziq ovqat mahsulotlaridan xarid savdo qilishi, kommunal xizmatlardan foydalanishi va albatta ish va xizmatlarga buyurtma berishdan bilan bog'liq bo'ladi. Iste'mol madaniyati sotib olinayotgan mahsulot haqida to'g'ri va to'liq ma'lumot olish, ish va xizmatlardan foydalanishda me'yoriy talablardan o'qib chiqib o'rganib foydalanishdan iborat. Masalan, oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olishda ham, masalan, uni iste'molida odam organizmi uchun qanchalik darajada ta'sir qilinishini tahlil qilinishi, sotib olinayotgan mahsulotning tarkibi, yaroqlilik muddatiga e'tibor berilishi kerak. Noinsof ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchi tomonidan taklif etilayotgan mahsulotlarni ularni sharti bilan sotib olinishi mutlaqo noto'g'ri ekanligini tushunishimiz kerak. Uni shunga tushunib yetishimiz kerak. Chunki sababi hozirgi mana shu bozor iqtisodiyoti sharoitida ayniqsa raqobat kuchayib borgan sari ishlab chiqaruvchilar tomonidan, sotuvchilar tomonidan mahsulotni tan narxini pasaytirish orqali mahsulotni xavfsizlik darajasini tushirib olishiga olib kelyapti. Endi bunday mahsulotlarni iste'mol bozoridan chiqib chiqarib olish bu siz bilan bizga bog'liq bo'ladi. Chunki sababi ana shu sifatsiz mahsulotni sotib olmasak yoki sifatsiz ko'rsatilayotgan ish va xizmatlarga buyurtma bermaydigan bo'lsak, albatta bu raqobatga qarshi bu turib bera olmaydi. Ana shunday noinsof ishlab chiqaruvchi va sotuvchi tomonidan ana shu mahsulotga bo'lgan talab albatta keskin tushib ketishi oqibatida bu iste'mol bozoridan o'zidan o'zi chiqib ketadi. Endi bugun Nodir aka, iste'molchilar jamiyat federatsiyasi deyapmiz. Bu nafaqat murojaatlarni hal qiladi. Federatsiya bugun mana shu iste'molchi o'zi kim, o'zi uning huquqlari nima, iste'molchi nimalarni bilish kerak degan bilimlarni ham o'rgatib boryapti menimcha. O'zi federatsiyani roli qanday mana shu iste'mol bozorida? To'g'ri savol berdingiz. Albatta iste'molchi albatta har kungi ana shu iste'mol jarayonidan ro'para bo'layotgandan keyin albatta bu iste'mol to'g'risida ozmuncha bo'lsa ham bir bazaviy ma'lumotga yoki bilimga, ko'nikmaga ega bo'lishi kerak albatta. Endi O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi bu nodavlat notijorat tashkiloti hisoblanadi. Aholini iste'mol madaniyatini oshirish, ularda huquqiy bilim va ongini yuksaltirish borasida ishlarni olib boriladi va albatta parallel jihatda murojaatlar bilan ishlash yo'lga qo'yish oqibatida mana shu huquq va manfaatlarini ifoda qiladi. Fuqarolik tartibida sudlarda ana shu iste'mol sohasidagi huquqlarni himoya qilish bo'yicha da'volar kiritish bilan shug'ullanadi.
Nodir aka, mana bugun ko'pchiligimiz maishiy texnikalardan murojaat qilib qolamiz. Mana kimnidir kir yuvish mashinasi yaxshi ishlamay qoladi. Yangi olgan bo'lsa yoki kimdir mana shu muzlatkichidan noliydi, yana boshqa masalalar. Bir qaraganda bular juda oddiy, maishiy, o'ta bir kichik holatdek tuyuladi-da, lekin mana iste'molchilar jamiyati mana shunday yuzlab murojaatlar bilan shug'ullanadi. Buni hal etilishi ayniqsa iste'molchilarimizda men yolg'iz emas ekanman, meni huquqiy himoya qiladigan tashkilot bor ekan, mutaxassislar bor ekan deydi yoki shu sotuvchi tadbirkorlarimizni mas'uliyatini oshiradi. Shu ma'noda raqamlar keltira olasizmi? Bugun Farg'ona shahrida qancha iste'molchilar bilan bog'liq vaziyatlar hal etildi? Albatta, Farg'ona shahar jamiyatimiz tomonidan 2024 va 2025 yil 11 oy davomida fuqarolardan 192 ta murojaatlar, yozma va og'zaki murojaatlar kelib tushgan. Bu murojaatlarni bizni mutaxassislarimiz tomonidan qonuniy ko'rib chiqish jarayonida oqibatida iste'molchilarimizga 581 milliondan ortiq mablag'lar iste'molchilar foydasiga qayta hisob-kitob qilib berildi. Bundan tashqari 63 ta holatda huquqiy maslahat berish orqali qonun buzilish oldi olindi. Demakki, umumiy olib qaraydigan bo'lsak, 250 ta fuqaromizni, ya'ni ana shu bizni federatsiyamiz a'zosini iste'mol sohasidagi huquq va manfaatlari himoya qilindi. Hozirgi siz boshida aytib o'tgan haqiqatan mana shu, ayniqsa mana shu maishiy texnikalarga daxldor masalani men misol keltirib aniqlashim kerak. Iste'molchilarimizga bir yaxshi bo'ladi. Maishiy texnikani sotib olingandan keyin albatta uni kafolat muddati bor. Har bitta ishlab chiqaruvchi o'zi ishlab chiqarayotgan mahsulotga kafolat berishi shartligi qonunda belgilab o'tilgan. Ana endi iste'molchilarimizda juda ham ko'p holatlarda ana shu bilim yetmasligi bo'lib qoladi yoki ana shu iste'mol sohasidagi huquqlarini bilmasligi oqibati bo'ladiki, ana shu moddiy texnika vositasi ishlash jarayonida ana shu kafolat muddatida buzilib qolgandan keyin savdogarga, ana shu mahsulotni sotgan savdogarga murojaat qiladi. Mana shunaqa bizda muammo bo'ldi, buzildi desa, sotuvchilar to'g'ridan to'g'ri xizmat ko'rsatuvchi servisga murojaat qiling deydi. Lekin aslida bu noto'g'ri. Chunki nimaga? Kafolat muddatida buzilgan texnika vositasi buzilib qoladigan bo'lsa, iste'molchi to'g'ridan to'g'ri ana shu mahsulotni sotgan sotuvchiga murojaat qilish kerak. Ko'pincha sotuvchilar buni rad etadi. Rad etadi. Nimaga? Servisga murojaat qiling deb yo'naltirib yuboradi. Servisga borib sarsongarchilik bo'ladi, ovoragarchilik bo'ladi. Iste'molchilarga bu noqulaylik ham huquqlari buzilishini olib keladi. Endi bu sotuvchiga murojaat qilinadi. Sotuvchi ana shu servis xizmati orqali, ishlab chiqaruvchining o'zini servis xizmatlari orqali uni bepul bartaraf qilib beriladi. Sotuvchi bilan ishlab chiqaruvchining o'rtasidagi munosabatlar o'zaro ikkala tadbirkor o'rtasida tuzilgan shartnomalarga asoslangan holatda olib boriladi. Shu ma'noda mana kuzatishlaringizdan ayta olasizmi? Bugun yurtdoshlarimiz, ya'ni iste'molchilarimiz ko'proq nimadan jabr chekishyapti? Endi hozir endi albatta bu bilmaslikdan, birinchi navbatda bu bilmaslikdan bo'ladi. Albatta o'z huquqlarini, manfaatlarini bilmaslikdan bo'ladi. Endi ikkinchi, hozirgi mana sizga haligi jamiyatimiz tomonidan olib borilgan ishlarni raqamlarda aytganmiz. Ana shu raqamlarning ichida kommunal sohasidan, kommunal xizmatlardan foydalanayotgan iste'molchilarning buzilgan huquqlari ham bor. Ana shu kommunal xizmatlarning ichida ham ma'lum bir miqdorida tabiiy gazdan foydalanuvchi mana shu gaz ta'minot idorasining Farg'ona shahar filialidan ham mana ayniqsa hozirgi mavsum boshlandi. Norozichiliklar bo'lyapti. Chunki sababi nimaga? To'g'ri talqin qilishimiz kerak buni. Haqiqatan ham murojaatlar juda ham ko'p. Imminent murojaatlar bilan ishlaydigan bo'limda jinday oqsoqlik bor, lekin biz buni ana shu tashkilotlar bilan hamkorlikda buni bartaraf qilib, o'z vaqtida va to'laqonli belgilangan muddatlarda iste'molchilarga huquqlarini qonuniy himoya qilish bilan yuryapmiz. To'g'ri, endi har bitta sohada ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Hisob-kitoblarda ayniqsa noreal qarzdorliklar paydo bo'lgan tabiiy gaz iste'molida murojaatlar belgilangan tartibda murojaat qilishyapti. Biz albatta ularni qonuniy hisob-kitobini qilib, haqiqatan ham noreal qarzdorliklarni bartaraf qilish bo'yicha keng ko'lamli hamkorlik ishlari olib borilyapti. Misollarga chuqur kirishni istardim, Nodir aka. Mana
10-15 yil ortga nazar tashlasak, oddiygina shu xarid chekini so'rash bo'yicha yurtdoshlarimizga eslatmalar berilardi. Bugun iste'molchilarimizni fikrlashi ancha o'sgan, madaniyati o'sgan. Lekin bugun mana onlayn savdolar bor. Piramida shaklidagi trading kurslar bor. Mana bu yerda ham iste'molchilik huquqi yuzaga keladida, ko'p yurtdoshlarimiz aldanib qolishadi, ayniqsa onlayn savdolar. Bu borada ham bir murojaat, maslahat so'raydiganlar bormi? Albatta bu bo'yicha murojaatlar bo'lib turibdi, lekin to'g'ri tan olishimiz kerak, oxirgi paytlarda aynan ana shu onlayn savdolardan shikoyatlar ko'payib boryapti. Yaqinda biz mana shu Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi kiber xavfsizlik bilan kurashish bo'limi tomonidan ogohlantirib va ko'rsatmalar berildi. Bu bo'yicha tadbirlar, ommaviy tadbirlar bo'lyapti, lekin shunga qaramasdan baribir ana shu qonun buzilish holatlari bo'lyapti. Yaqinda bitta holat bo'ldi. Viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida bitta shifokor opamiz, bizni a'zoyimiz hisoblanadi. Platformasi orqali televizor sotib olishgan. Televizor ana shu kafolat muddatida buzilgan. Buzilgandan keyin o'z navbatida albatta iste'molchi o'sha televizorni sotib olgan, qabul qilib olgan savdo nuqtasiga borganda, hatto keyin televizorda uni o'zi shu televizorda ishlab chiqaruvchi tashkilotga yuborganda buni xulosa bergin deb. Xulosa bergin degan, lekin aynan shu bu ishlab chiqaruvchi voha tomonda bo'lgan. O'zi xulosa beryaptiki, yo'q, bu iste'molchi noto'g'ri foydalangan oqibatida buzilgan deb xulosa beryapti. Vaholanki o'zi ishlab chiqarilayotgan mahsulotga ishlab chiqaruvchi o'zi xulosa berishi bu qanchalik darajada to'g'ri yoki noto'g'ri deb o'ylaysiz? O'zini ishlab chiqarayotgan mahsulotida bizga murojaat qildi, biz nima qildik? Biz Farg'ona shahrida joylashgan servis xizmatlaridan bittasiga biz rasmiy munosabat berish bo'yicha biz aloqa xati bilan televizorda olib borib mutaxassislarimizdan berdik. U mutaxassislar ko'rib chiqib, haqiqatan ham bu ishlab chiqarish texnika jarayonida hosil bo'lgan nuqson oqibatida bu televizor buzilganligini biz isbotlab berdik. Albatta bu platformasi iste'molchini to'lagan pullarini qaytarib berib, shartnomaning keyingi to'lov, bo'nak to'lovlarini bo'yicha to'lovlarni tuzilgan shartnomasini bekor qildi. O'shunaqa. O'shaning uchun meni maslahatim o'shunaqa. Ishonchli savdo platformalaridan foydalanish kerak, birinchidan. Ikkinchidan, ana shu mahsulotni to'g'ri, endi u yerda rasmdan, videodan ko'rib oladi. Buni kiyib ko'rish yoki tatib ko'rish imkoniyati yo'q. O'shaning uchun buni albatta mahsulot kelgandan keyin pulini to'lash bilan shartlash kerak. Shunaqa bo'ladi. Bundan tashqari yana har xil holatlar bo'lyapti. Agar ma'zur tutsangiz aytib beraman. Ayrim tadbirkorlarimiz korxona tashkilotlariga o'zlari tashrif buyurib, mahsulotlarini reklama qilib, keyin aksiyalar o'tkazish orqali keyin sotib ketayotgan holatlari ham bo'lyapti. Uchrab turadi. Uchrab turadi. Lekin qonunchilikda aksiya o'tkazishni ham yoki bo'lmasam ana shu mahsulotlarga aksiya jarayonida ularni narxlarini kamaytirish bo'yicha ham o'zini tartib qoidalari bor. Ularga albatta rioya qilishmayapti, chunki sababi unaqa aksiyalar ommaga oldindan xabar qilinish kerak. Ana shu sotilayotgan mahsulot, sotilayotgan narxi kamida o'zini belgilangan kunlar bor. Kamida 10 kun yoki bo'lmasa 1 oy davomida ana shu narxda savdoda turgan bo'lish kerak. Chunki bo'ladiki, bitta mahsulot masalan 100 so'mdan sotayotgan mahsulotini aksiya o'tkazamiz deb turib 200 so'm e'lon qilingan narx turib, keyin yana sotilayotgan narxiga qaytib kelmasligi uchun. Shunaqa narsalarga e'tibor berishlari kerak. Endi Nodir aka, bugun huquqlar haqida ko'p gapiryapmiz. Iste'molchilarning burchlari, ya'ni majburiyatlari ham bormi? Iste'molchilar yo'l qo'yayotgan huquqbuzarliklari ham bormi? Bu haqida ham menimcha qayd etiladi. Albatta. Masalan, o'sha intizomli to'lov deymizmi, aytaylik, yoki shartnomada belgilangan huquqlarga, kelishuvlarga amal qilmayotgan holatlar. Burchini ham bilishimiz kerak menimcha. Albatta. Iste'mol madaniyati ham xuddi ana shundan iborat. Buni gapirsangiz mavzu juda ham keng bo'ladi, lekin biz qisqa qilib tushuntiramiz. Iste'mol madaniyati haqiqatan ham mana hozirgi gapirgan bitta maishiy texnika misolida olishimiz mumkin. Chang yutgich sotib oldingiz, foydalanishni boshladingiz. Albatta chang yutgichda o'zini shu nimasi, yo'riqnomalari bor, unlardan foydalanish bor. Endi albatta chang yutgichda hamma 4 xona, 5 ta xonangizni tozalab turib, o'sha changi bilan qo'yib qo'ysangiz bir haftalab yotadigan bo'lsa, albatta u
bu o'zini texnik reglamentlariga ham to'g'ri kelmaydi. Iste'mol madaniyati buzilgan. Albatta uni o'zini ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan ko'rsatma yo'riqnomaga, reglamentga rioya qilinmagan. U birinchisi. Masalan, ko'p uchraydigan energiya resurslarini hisobga olish hisoblagichlariga o'zboshimchalik bilan ta'sir ko'rsatish bor. Juda ham holatlarda kommunal soha bilan kommunal sohalar, masalan, biz endi mutaxassis sifatida tushunamiz. Elektr hisoblagichda hozirgi yangi aqlli hisoblagichlarda har bir funksiyalar bor. Funksiyalarni bajarish bor. Bu funksiyalarni bajarishda o'zingizning xonadoningizda iste'mol qilinayotgan elektr energiya to'g'risida to'liq ma'lumot bor. Uni haqiqatdan ham o'rganib, rioya qilib, har bitta punktiga kirib qiladigan bo'lsangiz juda ham zo'r narsa. Lekin bilmasdan turib, o'rganmasdan turib ana shu hisoblagichga tashqi ta'sir kuchi bilan o'zi keyin qo'pol ravishda buzib qo'ygandan keyin kommunal tashkilotlar keyin ularga e'tiroz qilib akt yozadigan bo'lsa, o'zini aybini yashirib, keyin aytadi, yo'q, to'nkash boshlanadi, javobgarlikda ro'y beradi, boshqa bo'ladi. O'shaning uchun har bir tomonlariga e'tibor berish kerak albatta iste'molchilar ham. Mana bugun viloyatda eng ko'p a'zolarga ega Farg'ona shahar jamiyati bilamiz. Shu ma'noda endi mana hozir yakka iste'molchilar, murojaatchilar haqida gaplashdik. Bugun jamoat tashkilotlarida ham sizlarning a'zolaringiz bor. Bu yerdagi holatlar qanday? Mana shu jamiyat qanchalik ishonchini oqlayapti-da a'zolarni? Kengayaptimi safa yildan yilga? Mana 2025-yilda qanday bir o'sish bo'ldi? Albatta. Endi buni shunday ta'kidlagan bo'lardimki, mamlakatning demokratik rivojlanishida nodavlat, notijorat tashkilotlarning roli juda ham katta. Buni albatta rivojlangan mamlakatlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Bu shunday tashkilotki, bu nodavlat, notijorat o'z nomi bilan aytib turibdi. Bu biz fuqarolar bizdaqa ana shu jamoat birlashmalariga birlashib, bir yoqadan bosh chiqarib, u yoki bu qonunni yoki shu tizimda rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadigan bo'lsa, albatta bu demokratik rivojlanishiga ham juda ham katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mana shu yo'sinda ish olib borish jarayonimizda albatta korxona tashkilotlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yyapmiz. Ijtimoiy sherikchilik asosida albatta jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonun talablaridan kelib chiqib hamkorliklarimiz bo'lyapti. Ayniqsa byudjet tashkilotlari, mana bu tibbiyot muassasalari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlari bilan bevosita iste'mol sohasidagi ularning huquq va manfaatlarini biz himoya qilib yuramiz. Ular bizni federatsiyamiz a'zosi hisoblanadi. Birinchi navbatda bu qulaylik albatta ana shu u yoki bu mulkchilik shaklidan qat'iy nazar hamma tashkilotlarda buni biz o'zimiz tayanch guruhlarimizni ochyapmiz, qilish mumkin. Birinchi navbatda ana shu tashkilotdagi bizni a'zolarimizni iste'mol sohasidagi qonuniy nimalari, onglari, saviyalari oshadi. Har bitta o'zgartirish, yangiliklar bilan bahobar bo'lib turadi. Biz har doim ular bilan kontaktda bo'lamiz, chunki tayanch guruhimiz bor. Bizning tayanch guruhimiz bizi bilan iste'molchilarning o'rtasida ko'prik vazifasini bajaradi. Ularda huquqi buziladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri kommunalga yugurib yoki bo'lmasam u tashkilotga yoki servisga yugurib yurmaydi. To'g'ridan to'g'ri bizga telefon qiladi. Biz murojaatini qabul qilamiz. Kerakli hujjatlar bo'ladigan bo'lsa, elektron platformalar orqali bizga nusxalar beradi. Biz borib ana shu u yoki bu tashkilotda ana shu a'zoyimizning huquqini himoya qilish bo'yicha biz chora-tadbirlarni kerak bo'lsa fuqarolik tartibida sudlarga da'vo arizalarni ham kiritamiz. Da'vo ariza kiritishda bizning a'zolarimiz davlat bojidan ozod to'lanmaydi. Xuddi shunaqa rahbarini oldiga kirib, bir kun menga javob bering, mana borib muammoyimni hal qilib kelish kerak deb bir kunga adgul olib, bir kunlik ish haqidan mahrum bo'lmaydi. Ana shu tashkilotlarga borib kelishda yo'l kira qilib xarajatga duchor bo'lmaydi. Biz bilan a'zo bo'lib, bizni jamiyatga a'zo bo'lib hamkorlik bo'ladigan bo'lsa, baholi qudrat biz ularning iste'mol sohasidagi huquq va manfaatlarini himoya qilib yuribmiz. Bugungi kunda 30 dan oshiq tashkilotlar bilan hamkorligimiz bor. Asosan bu ana shu ijtimoiy soha obyektlari, lekin mana shu fursatdan foydalanib bir Farg'ona shahardagi xususiy sektor va mana ayniqsa mana bu chet el ishtirokidagi qo'shma korxonalarda rahbarlarga iltimos qilib murojaat qilib qolardim. Biz shunday holatlar bo'ldiki, ana shu iste'mol sohasidagi qonun targ'ibotini amalga oshirish
ana shu tashkilotlarda xodimlarni bizni mana shu jamiyatimizga, federatsiyamizga jalb qilish bo'yicha aloqa xatlarini berib, bizga sharoit yaratib berib, ana shu kontingentni bizga auditoriyani ta'minlab berish bo'yicha iltimosnomalar kiritsak, lekin buni tushunmovchilik sababli ana shu jarayonlar amalga oshmadi, lekin kelgusida xudo xolasa amalga oshadi degan umiddaman. Chunki nima, haqiqatan ham zamon o'zgargan sari jamiyatimiz ham, davlatimiz ham o'zgarib boryapti. Butun dunyoga yuz tutyapmiz. Har bitta qonun hujjatlari ustidan juda ham katta ishlar amalga oshirilyapti. Albatta bu iste'mol sohasi ham birinchi navbatda fuqarolarimizni, kelajagimiz poydevori bo'lgan, egalari bo'lgan farzandlarimizni albatta sog'lig'i, mol mulkimizga, bu hayotimizga albatta ta'sir ko'rsatadigan omil sohalardan biri. Shunday. Nodir aka, mana dekabr oyiga xalqimiz boshqacha tayyorlanadi, chunki bayramlari ko'pda dekabrni. Albatta siz uchun ham juda qadrli bo'lsa kerak. Qolaversa, yangi yil bayramiga alohida bir tayyorgarlik ko'ramiz. Men shu o'rinda bugun alohida savol o'rnida qo'yishni istardim. Aynan oziq-ovqat iste'moli masalasini ham. Mana bayramlar bo'ladi, to'kin dasturxonga tayyorlanadi, yurtdoshlarimiz bir-biriga sovg'alar beradi. Mana shu yaroqsiz, shu kontrafakt mahsulotlarga duch kelib qolmasliklari uchun yurtdoshlarimiz aynan iste'mol, oziq-ovqat iste'moli masalasida nimalarga e'tibor berishlari kerak? Bugun eslatma o'rnida aytib o'tsangiz, menimcha bayram oldidan juda o'rinli bo'ladi. Albatta, albatta. Endi har bitta mahsulot talabdan kelib chiqib taklif beriladi. Biz iste'molchi sifatida talabimiz qanday mahsulotlarga bo'ladigan bo'lsa va qaysi sifatda bo'ladigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi va sotuvchilar tomonidan taklif etilayotgan mahsulot ham bizni talabimizga javob berish kerak. Ana endi paradoks deyiladi. Bizni talabimiz qanday bo'lish kerak? Hozirgi aytib o'tganimiz haqiqatan birinchi navbatda sog'lig'imizga, hayotimizga, mol-mulkimizga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan darajada bo'lish kerak. Endi buni normativ hujjatlarda nimalarga e'tibor berish kerak? Albatta sotib olinayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarilgan sanasi, yaroqlilik muddati, uni tarkibi, albatta tarkibi, uni hattoki shunchalik darajaga bo'lishi mumkin-da, mahsulotda transportirovka qilinishi. Go'sht mahsulotlarini masalan ochiq mashinalarda yoki bo'lmasa shu sanitariya, gigiyena qoidalariga to'g'ri kelmaydigan transportlarda emas, o'zini maxsus mashinalarda sotiladigan, bularga ham e'tibor berishimiz kerak. Shirinliklar masalasida ham buni ko'ramizda ko'pincha. Albatta, ochiq holatda sanitariyaga zid ko'rinishda bo'ladi. Konserva mahsulotlari. Konserva mahsulotlari albatta bu yerda ishlab chiqaruvchi to'g'risida to'liq ma'lumot olish kerak. Sotib olinayotgan mahsulotda hali boshida aytib ketganimiz, har bitta mahsulotda uni shu tarkibiga e'tibor berish kerak. Buni kelgusidagi omillarni ham albatta ko'rib chiqib boshqa qilinadigan bo'lsa, ana shu hammasi, ayniqsa yana bitta narsaga e'tibor bermoqchimanki, iste'molchilarimizga iltimos qilib aytmoqchimanki, har bitta savdoni kassa nazorat chekini, xarid chekini albatta olish kerak. Bu nima uchun ham kerak? Bu hal qiluvchi ahamiyatga ega. Albatta, chunki ertadan keyin mabodo u yoki bu mahsulotni sotib olganingizdan keyin ana shu sotib olish jarayonida sizni iste'mol sohasidagi huquqingiz buziladigan bo'lsa, birinchi navbatda u yoki bu mahsulotni qaysi savdo majmuasidan, do'konidan sotib olganligingizni isbotlash kerak. Birinchi bu qiladigan narsa. Mana bu savdo cheki, mana bu birinchi savdo cheki, birinchi ana shu isbotlovchi dalil hisoblanadi. Shunday. Nodir aka, endi mana bugun biz huquqiy vaziyat, huquq tushunchasi haqida gapiryapmiz. Endi huquq o'z-o'zidan qonun hujjatlari bilan mustahkam bo'ladi. Busiz iloji yo'q. Jumladan iste'molchi huquq ham shu ma'noda mana davlatimiz rahbari yaqinda yana bir huquqiy hujjatga imzo chekishdi. Ana shu huquqiy hujjat o'zi nimalar nazarda tutilgan, iste'molchilarimizga nima beradi? Shunga ham bir to'xtalib o'tsak o'rinli bo'lardi. Albatta, yaqinda mana shu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan iste'molchi huquqlarini samarali himoya qilishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilindi. Bu qarorda sodda oddiy qilib aytganda asosiy 4 ta omilini men aytib o'tishim mumkin. Birinchisida ana shu oziq-ovqat mahsulotlarida taalluqli raqamli markirovkaga qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlarini muddati, yaroqlilik muddati o'tganda savdo cheki berilmaydi deb aniq ko'rsatib berilyapti.
Bu albatta birinchi navbatda haligi aytganimiz iste'mol madaniyati, ikkinchidan iste'molchilarni sog'lig'i, hayotiga xavfsizlik darajasini talab berilishi, keyin ana shu qulayligi, ana shu savdo cheki berilmasligi, shu haqiqatdan ham o'sha eng birinchi omillardan bo'lishi deganimizni nimasi. Endi bundan tashqari oziq ovqat mahsulotlarini davlat sanitariya nazorat organi tizimida akkreditatsiyadan o'tgan tashkilotlardan ekspertizadan o'tkazilishidan keyin ana shu dalolatnomalarni ana shu elektron platformalarda bayonlarini reyestrini yuritish. Endi bu asosan endi oddiy qilib aytganda oddiy iste'molchi u platformadan foydalanib reyestrga kiritilganligi, u qanchalik darajada bu ekspertizadan o'tganligini to'laqonlik foydalanmasligi mumkin, lekin ana shu iste'molchini huquqini himoya qilishga daxldor tashkilotlar tomonidan bu albatta reyestr juda ham katta hal qiluvchi omilga ega bo'ladi. Qarorning yana bitta asosiy omillaridan biri 2027-yil 1-yanvarga qadar nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan iste'molchilarni huquqini himoya qilish bo'yicha murojaatlarini o'rganib chiqish, sirli mijoz va nazorat xaridlarini amalga oshirish ham nodavlat notijorat tashkilotlariga berilyapti, yuklatilyapti. Bundan tashqari qarorda ana shu iste'molchilar huquqini himoya qilish qonunidan kelib chiqib murojaatlarni ko'rib chiqish tizimi ham takomillashyapti. Albatta raqobat qo'mitasi boshchiligida ana shu yangi platforma tashkil etiladi. Birinchi navbatda platformada ana shu iste'molchini huquqi buzilgan taqdirda birinchi navbatda ana shu qo'mita tomonidan ana shu tadbirkorga 10 kunlik muddatda ko'rib chiqib qonunni buzilishini bartaraf qilish bo'yicha imkoniyat beriladi. Batta iste'molchi, tadbirkor, davlat va nodavlat notijorat tashkilotlari bog'liqligi asosida bo'ladi albatta. Yangi qarorda ana shular nazarda tutilgan asosiy omillardan biri shular. Nodir aka, katta rahmat aytamiz. Bugun mana jarayonlardan bizni xabardor qildingiz. Siz aytib o'tgan har bir narsa, har bir misol aytganimizdek shu kuchli fuqarolik jamiyatini yaratishga intilyapmiz. Ana shu jarayonning bir qismi va iste'molchilar huquqi borasida mana kirib kelayotgan yilimizda ham katta bir yutuqlarga erishamiz, haq huquqlarimizni ko'proq taniymiz degan fikrga kelyapmiz. Yana bugun yakunda murojaatchilarimizga, bizni ko'p ming sonli teletomoshabinlarimizga fikrlar aytadigan so'zlar bo'lsa, ta'kidlab o'tishingiz mumkin. Albatta rahmat, katta bunday imkoniyat har doim ham bo'lmaydi. Kirib kelayotgan yangi yil albatta barchamizga, barcha xalqimizga yaxshiliklar olib kelsin, ezgu niyatlarimiz amalga oshsin deb fursatdan foydalanib xalqimizga murojaatim bor. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi respublika miqyosida faoliyat olib boradi. Nodavlat notijorat tashkiloti 200 dan oshiq tuman shaharlarda jamiyatlarimiz bor. Fuqarolarimiz shak shubhasiz iste'mol sohasida huquq va manfaatlari buzilganda murojaat qilishlari mumkin. Huquqlari buzilmagan taqdirda ham, lekin bizni mana shu jamoa birlashmamizga a'zo bo'lib, bizni to'laqonli a'zoyimiz bo'lsa, biz mana shu mamlakatni demokratik rivojlanishida hissa qo'shgan, o'zini fuqarolik burchini kelajagimiz porlog'i uchun huquqiy davlat qoldirish uchun ham o'z hissasini yotgan bo'ladi. Bu albatta juda ham g'ururli albatta. Murojaatlar bilan har doim ishlaymiz. Fuqarolarimiz manfaatlari albatta biz uchun eng oliy maqsadimiz, huquqlarni himoya qilish. O'shaning uchun taklif qilib qolaman. Bizni faoliyatimizdan, bizni yordamimizdan fuqarolarimiz to'g'ri foydalanadi va hamkorligimiz oshib boradi degan umiddaman. Har bitta fuqaroimiz o'zi yashab turgan hududdagi jamiyatlarimizga murojaat qilib, a'zolikka taklif qilinib, tashkilot, korxona tashkilotlarida rahbarlariga ham haqiqatdan ham murojaatimki, ana shu o'z qo'l ostida ishlayotgan fuqarolarni, ishchilarni bizni federatsiyamiz a'zoligiga jalb qilish bo'yicha, qonun targ'iboti qilish bo'yicha hamkorlikni amalga oshiriladigan bo'lsa, bu juda ham katta o'zgarish, qonunda mexanizmi yurishiga ham juda ham katta hissa qo'shilgan bo'ladi. Rahmat fikrlar uchun. So'zimizni bosh qomusimizdan boshlagan edik. Yana bir bor kirib kelayotgan Konstitutsiya bayramimiz
8 dekabrdek muhim sana sizga muborak bo'lsin. Siz orqali viloyatimizdagi barcha mana shu iste'molchilar jamiyatidagi mutaxassislarni, a'zolarni bayram bilan tabriklab qolamiz. Rahmat. Xush kelibsiz, sog' bo'ling. xayrli kun Rahmat, dasturiga. sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Azizlar, suhbatimiz shu yerda yakuniga yetadi. Ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni Farg'ona shahar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati raisi Nodirbek Toshkanov bo'ldi.